Surxon vohasidagi to'y tomosha va bayramlar milliy qadriyatlarimiz timsoli bo'lgan kurash musobaqalarisiz o'tmaydi. Ana shu an'ana davomi sifatida har 2 yilda o'tkaziladigan Boysun bahori xalqaro folklor festivali doirasida milliy kurash musobaqalari bo'lib o'tmoqda. Boysun tumanining Giveshirin mahallasida joylashgan Boysun bahori turizm kompleksi bugun ertalabdan tomoshabinlar bilan gavjum. Soat 10:00 da start olgan bellashuvlarda nafaqat vohamizdan, balki respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan polvonlar o'z mahoratini ko'rsatishmoqda. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz kerakki, musobaqalar davomida erkaklar 66, 81 va 81 kilogramdan yuqori bo'lgan vazn toifasida, ayollar esa 63 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida bellashmoqda. Bugungi polvonlar nafaqat g'alaba, balki tomoshabinlar e'tirof va milliy kurash uchun maydonga tushmoqda. Musobaqaning yana bir diqqatga sazovor jihati bosh sovrin Prezident sovg'asi, Damas hamda Cobalt avtomashinalari qo'yilgan. Kurash maydonidagi har bir olishuv tomoshabinlarning olqishlari, hayajoni bilan yanada jo'shqin tus olmoqda. G'olib va sovrindorlar uchun 10 ta tuya, 10 ta ot, 10 ta ho'kiz va 30 ta qo'chqor ajratilgan. Eng nufuzli mukofot sifatida Prezident sovg'asi doirasida avtomobillar topshirilishi esa ishtirokchilarning bellashuvga bo'lgan qiziqishi va ishtiyoqini yanada oshirmoqda. Bu kurashda hozir 100 dan ortiq polvonlarimiz ishtirok etmoqda. Mana hozirgacha soat 10:00 da boshlandi. Oldingi musobaqalardagi sovrinlar bundan ko'ra o'zgacha edi. Mana bugungi musobaqaning sovrinlari juda ham quvonarli, ham havas qiladigan sovrinlar bo'ldi. Mana Cobalt avtomobili, Damas avtomobillarini qo'yib sovg'alarni beramiz. O'tgan Boysun bahori festivalidagi polvonimiz Sho'rchi tumanidan Bekmurod Oltiboyev oldingi musobaqaning g'olibi, mutlaq g'olibi bo'lgan edi. Halol kurash bo'lyapti. Sudyalarimiz halol mehnat qilyapti. Sovrinlarni qarang, bunga qo'shayotgan hissasini qarang el xalqning. Bu qanchalik elimizning, xalqimizning tinchligini, farovonligini berganligi sababli mana shularning hammasi bo'lyapti. Ushbu kurash musobaqasi tomoshabinlar ham ko'rib turganingizdek juda ham qiziqish bilan kuzatmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Kurash qanaqa bo'lyapti? Albatta har yilgidan yaxshi kurash bo'lyapti. Hamma tomondan ko'rib turibsiz, kurashchilar bor. Taassurotlar juda yaxshi, hammasi joyida. Mana ularga sog'lik, faqat g'alabaga odimlashsin ular. Muvaffaqiyat tilayman.